Mahmud Sarto paydo bo'ldi. Nafaqat tavsiya qilaman, kechikmasdan kelishinglarni aytgan bo'lardim. Jamshid Umurzoqov tavsiya qiladi. O'zbek shou biznesi yorqin vakillarini storieslarda ko'rgan edim. Mahmud Sartoga murojaat qilmoqchi edim. Buni qarangki, Alloh o'z yo'limizni to'g'rilab qo'ydi. ASMR bilasizlar, ovqatlanganda men boshqachasini tavsiya qilaman. Bilasizmi, mato kiyganda shu qadar mayin, shu qadar yoqimliki, tana bilan uyg'unlashib ketadi. Bu erkak kishi uchun umuman ko'ylak bilan hayotini, ishini bog'lagan inson uchun hamisha muhim. Chunki siz kiygan ko'ylak qachon yechaman, qachon yechish soatlari yaqinlashadi. Kech keldi bo'ldi, mana shu zormandan yechib qo'yaman deydigan kutish hissini berish kerak emas. Aksincha, komfort bo'lish kerak, egnida yo'qdek bo'lish kerak. Bilmayman, matoni qanaqa, uning tasnifi, klassifikatsiyasi albatta Mahmud akam yaxshiroq biladilar. Bu yerdagi yoqimlilik kroy, lekala, ya'ni bichimlarni xushbichim ekanligi, sizdagi yoshdan yosh qo'shilgan sari ozgina vazirlardagi ortiqcha profillarni o'sha risolaga keltirib ko'rsatishi. Bu menga juda ham ma'qul keldi. Kechikmasdan kelishinglarni aytgan bo'lardim. Jamshid Umurzoqov tavsiya qiladi.